Assalomu alaykum, hurmatli Minivan City kanali a'zolari. Ayni daqiqalarda biz Senator avtosaloniga tegishli HD Car avtoservisdamiz. Avtoservisimizdagi ish jarayonlari bilan qisqacha sizlarni tanishtirib o'tamiz azizlar. Demak, ketdik. Do'stlar, ayni daqiqalarda servisimizda ish jarayonlari juda qizg'in ketmoqda. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. 20 yillik ish tajribasiga ega mahoratli xitoylik ustalarimiz tomonidan Leap Motors mashinalari ham, ularning batareya tizimlari ham albatta ta'mirlanmoqda. Bu ustaxonamizning rahbari Mr. Jan hisoblanadilar. Xitoydan tashrif buyurgan, ancha yillik tajribaga ega. Zapchast sohasida bo'lsin, ehtiyot qismlar yoki servis sohasida bo'lsin, ularning tajribalari juda katta izlar. Demak, Mr. Janning o'zlaridan qisqacha intervyu olamiz. Qisqacha suhbatlariga quloq solamiz. Mr. Jan. Здравствуйте, мистер Jan. Здравствуйте. Как вы? Добрый день. Ustaxona haqida qisqacha tushuncha berdik. Hammaga salom. Men Mr. Jan. Bu yangi energiya vositalariga ixtisoslashtirilgan HD Car ta'minlash ustaxonasi. Bizning manzilimiz Toshkent shahri Sergeli tumanida joylashgan. Ushbu raqamlar orqali biz bilan bog'laning. Biz elektromobillar va Xitoyda ishlab chiqarilgan barcha turdagi benzin va dizel dvigatellarni ham tuzata olamiz. Iltimos, biz bilan bog'laning. Azizlar, ustaxonamizda joylashuv manzillari haqida, ustaxonamizning faoliyati haqida qisqacha ma'lumot berib o'tdilar. Tajribalar, albatta tarjimalarni ekranimizda yozib o'tamiz, bemalol o'qib o'tishingiz mumkin azizlar. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Qandaydir xizmatlari bo'lsa, bemalol HD Car avtoservisimizga tashrif buyurasiz. Minivan City har doimgidek siz bilan birga azizlar.